Assalomu alaykum do'stlar. Hammamiz shu Rossiyaning katta shaharlarida har kuni dronlarni atakalarini kuchayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. May o'zida Moskvaga shu maxsus harbiy operatsiya boshlangandan eng kuchli dronlarning atakasi bo'ldi. Hozirgi kunda Ukrainaning harbiy kuchlari bir nechta xil dronlarni ishlatishmoqda. Va bu harakatlarning asosiy vazifasi Rossiyaning katta shaharlarga, neft ishlab chiqaradigan har xil katta fabrika zavodlarga kuchliroq zarar olib keltirish. Va bu tabiiy hol, chunki hammamiz ko'rib turibmiz, Rossiya va Ukraina orasidagi bo'layotgan vaziyat hech to'xtaydiganga o'xshamaydi va afsuski, yaqin vaqtda Rossiyaning katta shaharlarga bunday zarbalar ko'payishi hech gap emas. 2026-yilda Rossiyaning shaharlarida 1 milliondan ko'p o'zbekistonliklar ishlab kelmoqda. Umuman qilib O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlik mehnat muhojirlarini olsak, ularning soni 2,5 milliondan ko'p va ularning ko'pchiligi Rossiyaning katta fabrikalar, zavodlar va shaharlarda ishlab kelishmoqda. Aynan shu uchun bugungi videoda men, Xudo saqlasin, siz ham bunday dronlarni atakaga duch kelsangiz, nima qilishingiz kerakligi haqida batafsil video olishni qaror qildim. Bu videoni ko'ringlar va Rossiyada ishlab yurgan yaqinlaringizga tarqatinglar. Balki aynan shu videodan olingan ma'lumotlar kimnidir hayotini saqlab qoladi. Birinchidan, siz dronlarni aniqlashni o'rganishingiz kerak. Bu degani ko'chada yursangiz va sizga bir qandaydir tovush eshitilsa, ko'p vaziyatlarda bu shu gazon oladigan mashinani ovoziga o'xshaydi yoki benzopilani ovoziga o'xshatsa bo'ladi. Shunga o'xshagan tovushni eshitsangiz, shu zahot o'zingizni xavfsizligingiz uchun bir nechta harakatlarni qilishingiz lozim. Atrofingizga qarang. Podzemniy переход, pod'yezd, podval yoki boshqa himoyalangan joy. Aynan shu tomonlarga siz harakatlanishingiz kerak. Agarda siz qurilish maydonida ishlayotgan bo'lsangiz, baland qavatli joydan pastga tushing. Beton devorlarga ega bo'lgan xonalarga kirishga harakat qiling. Agarda atrofingizda bunday binolar yo'q bo'lsa, shu yo'llarning narida kuvet degan joylar bor, u pastlik. Shu yerga o'tib, yuzingiz bilan yerga qarab yotib olishingiz mumkin. Agarda siz shu uyingizda bo'lsangiz, kvartirada bo'lsangiz, afsuski bu xavfsizlikning kafolati emas. Shu uchun kvartirada bo'lsangiz, birinchi bo'lib oynalardan uzoqroqga o'ting. Tajribaga bo'yicha eng xavfsizlik joy bu vanna, tualet xonalari. Nimaga desangiz, chunki aynan shu xonada oynalar yo'q. Eng katta jarohatlar shu singan oynalardan odamlarga yetkaziladi. Dronlarning zarbasi tugagandan keyin binodan pastga tushinglar. Liftlar bilan foydalanmanglar. Faqat lestnitsalardan tushinglar. Agarda siz transport vositasida haydovchi yoki passajir bo'lsangiz, bunday vaziyatga duch kelib, shu zahot mashinani to'xtatinglar va shu zahot atrofingizda bor xavfsiz joyni topib, shu yerga imkon qadar tezroq borishga harakat qiling. Bunday vaziyatda transportda qolish juda ham xavfli, chunki mashinani oynalari, eshiklari shu dronlarning atakasidan himoya qilmaydi va bundan tashqari mashinaning benzobakida bor benzin hayotingizga eng katta tahdid. Agarda siz shu aytib o'tgandek Rossiyaning katta zavodlari, fabrikalarida ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni joyingizda shu inspektor po безопасности degan xodim bor. Shu xodimga sizga kerak bo'lgan savollarni so'rab olinglar. Agarda ertaga bizning fabrika zavodimizga shunday bir dron uchib kelsa, biz nima qilishimiz kerak? Bu xodim sizga instruktaj o'tkazadi. Har bir zavod, fabrikalarning o'zining qoidalari bor. Sexlar har xil joylarda joylashgan. O'zining alohida evakuatsiya yo'llari bor. Bu qoidalarni siz birinchi bo'lib o'rganib chiqishingiz kerak. Chunki bunday vaziyatga duch kelib, aynan panikaga berilgan odamlar ko'p vaziyatlarda bunday voqealarni qurboni bo'lib qoladi. Endi siz shu dron atakasiga duch kelsangiz, nimani qilish umuman mumkin emas. Birinchidan, hech qachon bu dronlarni telefonga olmanglar va bundan tashqari PVO sistemalar, bu degan dronlarga qarshi bo'lgan tizimlarni foto, video qilmanglar. Bunday harakatlar mutlaqo taqiqlangan. Agarda Xudo saqlasin siz bunday videolarni olib internetga yuklasangiz,
FSB xodimlari sizni eng kamida qo'lga olib 50 yilga zapret qilib vatanga yuboradi. Boshqa vaziyatlarda esa sizga nisbatan jinoyat ishi ham qo'zg'atishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, bunday voqealarni hech qachon telefoningizga video foto qilmanglar. Bundan tashqari, shu dronlarni, yerga tushgan oblomkalarni hech qachon qo'lingiz bilan tegmanglar. Umuman bunday joylarga yaqinlashmaslikka harakat qiling. Agarda siz shu dronlarni hujumiga guvoh bo'lsangiz, siz ustingizdan dronlar uchsa yoki yoningizda dronlar tushgan bo'lsa, shu zahot 112 ga telefon qilib, bu haqida ma'lumot beringlar. Masalan, men shunday joyda turibman, boshim ustidan hozir dron uchib o'tdi. Uni yo'nalishi sharq, markaziy bozor tomoniga. Aynan shu ma'lumotlar siz yashayotgan shahardagi xavfsizlik kuchlariga yordam beradi. Xullas do'stlar, Rossiya hozir juda ham bir og'ir vaqtdan o'tmoqda va afsuski shu dronlarni, raketalarni zarbalari kuchayishi hech gap emas. Albatta, bugungi videoda aytib o'tilgan shu qoidalarga rioya qiling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rossiyada yurgan hamma mehnat muhojirlarni Alloh taolo o'z panohida saqlasin. Endi odatdagi do'stlar, kommentariyada yozinglar, sizlar meni qayerdan qarayapsizlar? Bunday vaziyat sizni boshingizdan o'tganmi? Kommentariyada yozinglar.